مەخپى ئۇرۇش ئاپتورى روبert Spalding 8. bab ئەقلىي مۈلۈكلەرنى ئوغرىلاش 2. قىسىم Xitayning tang energiya guruhini çangılığa kirgizişi 1995-yili Dallas şəhərindəki yeni karxanaçı Patrick Jenwayn tunji qitim Xitayga bargan. Ayni çağda Jenwayn Nolan guruhining baş icroiya amaldori bo'lib, mazkur guruhning energiyaga aloqador nurg'un korxonalari bor edi. Shularning ichidagi biri tabiiy gaz bartaraf qilish bilan shug'ullanadi. Mazkur shirkatning tabiiy gazni bartaraf qilish jarayonida isrofchilikni azaytib, ishlab chiqarish miqdorini oshirish texnikasi Xitoy davlatlik neft shirkatining diqqatini tortgan. Shuning bilan Jenwayn Xitoyning g'arbiy shimoldagi neft boyligi mo'l bo'lgan ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonni ziyorat qilishga taklif qilingan. 1996-yili Jenwayn tang energiya guruhini qurib, Sharq Turkistonda neft qazmoqchi bo'lgan. Oradan uzun o'tmayla mazkur shirkatning xizmat doirasi asldagi tabiiy gaz bartaraf qilishdan, tabiiy gazdan foydalanib, tok tarqitishga taraqqiy qilgan. Bu Jenwaynning ilgirki tajribasiga asosan vujudga chiqqan o'zgarish edi. Ilgari biz Amerikada mushu usul orqali boshqa tijoratga qaraganda ko'p pul topatdik deydi u. Tijorat yo'nalishidagi bu xil burilish yangi munosabatlarga sabab bo'lgan. Cho'ng tipdagi tabiiy gaz elektr zavodlarining hammasi reaktiv generator ishlatadi. Tang energiya guruhimi reaktiv generator ishlatgan hamon o'zining Xitoydagi eng cho'ng davlat mudofaa o'ttigarlik shirkati bilan, ya'ni 500 ming xizmatchisi, 140 tarmoq shirkati bor g'oyat zo'r sanoat magnati Xitoy Aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati bilan hamkorlashib qolganligini bayqagan. Xitoy Aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati tang energiya guruhining texnikasiga ko'z tikayotgan edi. Natijada bu ikki shirkat birlikda shamol kuchi generatori uchun ishlatiladigan piqirma qanot yasashga kirishgan. Shundaqla tang energiya guruhi bilan Xitoy Aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati 2001-yili o'rtaq mablag' chiqarib, HT Blade piqirma qanot shirkatini qurib, shamol kuchi generatori uchun zarur bo'lgan piqirma qanot yasagan. Jenwayn biz u shirkatni yo'qdan bar qilib, dunyodagi piqirma qanot yasaydigan ikkinchi cho'ng shirkatga aylantirgan edik deydi. HT Blade piqirma qanot shirkati o'z navbatida Krimni jilg'isidagi tavakkul sarmoyasi bilan ta'minlaydigan shirkatlarning sarxillaridan Kleiner Perkinsning diqqatini tortgan. Ikki taraf 2009-yildan boshlab mazkur shirkatni, ya'ni HT Blade piqirma qanot shirkatini aksiya bozoriga kirgizishni muzokara qilishib, shirkatning bozor qiymatining taxminan 1 milliard 800 million dollar atrofida bo'ladiganligini mo'ljallagan. Tang energiya guruhi bu shirkatning 25% payiga ega bo'ladigan, ya'ni shirkat aksiya bozoriga kirgan kuni 450 million dollar bozor qiymatiga erisha oladigan bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda Jenwayn yana Amerikada bir shirkat qurib, shamol kuchi generatorlariga ishlatiladigan piqirma qanotlarni dunyoning har qaysi joylaridagi GE, Nordex qatorliq shamol kuchi generator shirkatlariga setishni o'ylashgan. Xitoy Aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkatimi darhol bu yangi shirkatga sherik bo'lishni talab qilgan. Ammo Jenwayn bu talabni rad qilgan. Jenwayn bu haqda shunday deydi: "Biz ularga bo'lmaydi. Sizlar bu ishni qamlashtira olmaysizlar. Sizlar Amerikaning tijorat bosqichlariga notanish. Xitoydagidek hamma ishda somka hujjatlarni ko'tarib, hukumatga qatiraydigan usul bu yerning ritmiga yetisholmaydi. Amerikaning qonun tuzilmasimi sizlar Xitoyda ko'ngan odatlarga o'xshamaydi. Shundaqla sizlar Amerikada mablag' bejini azaytish, kechirib etishdan bahramand bo'lolmaysizlar. Şoňa sizlarning bizni muayyanlashtirib, biz bilan hamkorlashmoqchi bo'lganinglar uchun rahmatimizni bildiramiz. Ammo biz bu taklifga qo'shilishga amalsizmiz dedik. Ammo ular, ya'ni Xitoy Aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati
biz 600 million dollar məbləğ salımız, deyidi, biz bununla maqul dedik. 2009 yılı Xitayning Soda ministeri Chen Deming Chikagoni ziyaret qilganda Xitay aviatsiya sanoati guruhi cheklik şirketining bala şirketidan biri bir parça to'xtam imzolab, Tang energiya guruhi qurgan mazkur sherikchilikdagi korxonaga tunji qitimliq 300 million dollar mablag'ni berishga qo'shilgan. Mazkur bala şirketning ismi Soaring Shamol energiyasi edi. İmzalanıb bolğan mazkur to'xtamga ko'ra, Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik şirketining mablag'i orqali Amerikada shamol energiyasi stansiyalarini qurish, shundaqla Texas shtatida piqirma qanot zavodidan birini qurish va shu joydan 1000 nafar xizmatchi qabul qilish planlangan edi. Lekin keyin bu ish shu pet to'xtab qolgan. Janvayn buni Xitoy Kompartiyasining ichki qismidagi huquq ko'rishining natijasi deb qaragan. Chunki Boshilay bilan Shi Jinping orasidagi huquq ko'rishida bir qator satchiliklari Xitoyda qattiq g'ulg'ul qo'zg'ayotgan sobiq soda ministeri Boshilay partiyadan qo'g'langan va natijada yuqorida qayd qilingan to'xtammo to'xtatib qo'yilgan. Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkatining tamoman Xitoy hukumatining igidorchiligidagi shirkat ekanligi hammaga ma'lum. Shu vajidan Xitoydagi barliq partiya a'zolarining bu kurashda kimning yengib chiqadiganligini ko'rib beqish uchun vaqtincha qadam olmay turishi mazkur savdo kelishimiga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi ehtimolga yaqin. Lekin Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkatining boshqacha chot so'qiyotgan bo'lishi ehtimolga texmi yaqin edi. Darvaqa, keyingi ishlar dal shundoq bo'ldi. Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati dastlabda deyishgandek, Tang energiya guruhi qurgan yangi shirkatga pay qo'shishning o'rniga bu yangi shirkat bilan raqobatlashtirish uchun bola shirkatdan yana birini qurdi. Ular yana texi bizning bosh direktorimizni tortib oldi. Biz bahramand bo'ladigan mablag' bejini azaytish, kechirib etish imtiyozlaridan bahramand bo'lib oldi. Projektlarimizni o'g'rildi deydi Janvayn. Halbuki Tang energiya guruhiga qilingan hujum buninglik bilan to'xtab qolgani yo'q. Janvaynning aytishicha, Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati bilan Tang energiya guruhi birlikda qurgan HT Blade piqirma qanot shirkatimi Xitoyning hujum nishoniga aylangan. Mazkur shirkatni aksiya bozoriga kirgizish plani tuyuqsiz to'xtatilgan. Shundaqli Xitoy Savdo ministrligi o'z oldiga HT Blade piqirma qanot shirkatining naqd pul mulkini Baoding Xuyang aviatsiya piqirg'uch zavodiga taqsim qilib bergan. Xitoy Savdo ministrligi yana o'z oldiga HT Blade piqirma qanot shirkatining paylarini Xitoy davlatlik material shirkati va Zhongfu shirkatiga o'xshash Xitoyning davlat egiligidagi korxonalarga bo'lib bergan. Janvaynning nuqtasidan qaraganda, mazkur davlat egiligidagi korxonalarning uning pul melini qaqti-soqti qilib olish usullari xilma-xildir. Tang energiya guruhi dastlabda Xitoyning tabiiy gazni bartaraf qilish texnikasini yaxshilashiga yordam qilib, uning unumini oshirgan. Shundaqla tabiiy gaz generator yasab chiqib, aeroplan qanotini mukammallashtirish orqali ham aviatsiya, ham qayta ishlab chiqarish bozorida tegishlik o'ringa erishgan. Ammo Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati va Xitoy hukumatining mol mülüklarni boshqarishga mas'ul tarmoqlari intayin xufiyona holda bu texniklarni yasilib bo'lgan ishlab chiqarish uskullarini o'g'irlab, bozorni setish atirtini va foydani tortib olgan. Shundaqla buninglik bilan bo'ldi qilmay Janvayn planlab qo'ygan yangi bozorni tizginlash maqsadida Amerikaga kelgan. Yuqorida qisqacha bayon qilingan Xitoy hukumatining ko'rsatmasiga binoan Tang energiya guruhiga qo'l selish harakatini bir necha eg'iz gap bilan tushuntirib bo'lg'ili bo'lmaydi. Aldı bilan men Janvaynning bu keçmişini anlaganımda Xitoy aviatsiya sanoat guruhi cheklik shirkatining bu qilmishi yomon g'arazlik setivilish degan so'zga qaytadan aniqlama beralugidek deb o'yladim.
Lekin orqadilla bu so'zning mazkur qilmishning razillik darajasini ifodalab berishga ojizlik qiladiganligini bayqadim. Bu xil tajovuzchilik misli ko'rilmagandir. Bu necha milliard dollarlik mulki bor ikki shirkatni ochiq oshkor holda tamoman yutib olish qilmishidir. Xitoy hukumatining davlat ichidagi korxonalarga qandoq muomala qilishi o'zining ishi. Chunki Xitoy baribir hokim mutlaq davlat. Xitoyda hamma narsa kichiki bir tiyin puldan cho'ngi zavod korxonalargacha birdak Xitoy kompartiyasiga tava. Lekin Xitoy hukumatining chet el shirkatlarga va o'zining texnika sohasidagi sheriklariga qo'l uzartishga petna olishi aqlga sig'maydi. Ahvol bundoq bo'ladigan bo'lsa, keyin yana qaysi shirkat Xitoy bilan tijorat qilishni xohlaydi? Men Janvayndan Xitoyda tijorat qilishni yoki Xitoy shirkatlari bilan sheriklashishni o'ylayotgan Amerika shirkatlariga beradigan qanday maslahatingiz bor deb so'rab edim. U mundaq dedi: "Nimalarning o'zingiz uchun eng muhim ekanligini yaxshi o'ylab, shu narsalarni bor kuchingiz bilan qo'g'dang. Bu haqdagi zarrachilik maxfiyatliklarning oshkorlanib ketmasligiga kafolatlik qiling. Bozor fursatining g'oyibiy va amaliy taraflari shundaqli uzun muddatlik yoshurun xavf orasidagi tangpungliq nuqtasini tepishga kalla turing. Bu yerda deyilayotgan uzun muddatlik yoshurun xavf sherikingizning raqibingizga aylanib qilishi degandek ishlarni ko'rsatdi. Shuni unutmangki, sizning sheriklaringizning orqasida hukumat bor. Ular sizga hech qanday shapi bermay turibla, siz bilan qarshi taraf tang mablag' chiqargan kasblarning hammasini qarshi tarafga tava qilib qo'ya oladi. Yana tehi siz buni bayqab bo'lgandan keyinmi u narsalarga ching esilib olib, sizga qaytirib bergili unamaydi. Men Janvaynga bundaq hamkorlik andisi qarmoqqa chet ellik mablag' solg'uchilar uchun favqulodda xavflikdak hech bir manfaat kapolati yo'qdek ko'rindikan devidim. U mundaq dedi: "Xavf natijaning aniqsizligi bilan o'ng tanasib tuzidi. Ko'rilgisi foyda ziyon bilan bir qator natijalarni tang nazarda tutganda xavfga tavakkul qilish Xitoyga mablag' solg'uchilarga tamoman arziydiganda ko'rinadi. O'zimi mablag' solg'uchi bo'lgan Janvayn oxirida hech nima qilmaslikning xavfi bor degan so'zni qistirma qildi. Ondan u yana Xitoyning ahvoli haqida to'xtalib, xavf boshqa yerdan emas, Xitoy kompartiyasining yadroliq rahbarlik to'pidan keladi. Xitoydagi siyosiy yuzlanish o'zgarib turdi. Biz hozir eng kuchli bo'ronga qarshi ketyapmiz. Ammo shamol o'ngdan keladigan kunlarmi keladi" dedi. Janvaynning Teksasliklarga xos talaffuzda o'zining ochiq kashmishlarini qaytadan bayon qilishidan, uning tahlil qilishga moyir tijoratchi ekanligini ko'rib olishga bo'ladi. U Amerika chet el munosabatlari komitetining a'zosi. Shundaqla Xitoy bozorida 20 yil tavlangan tajribalik tijoratchi bo'lg'achqa, Xitoy kompartiyasining hili nayranglarini besh qo'ldak belatdi. Uningga o'xshash Xitoy kompartiyasining yotim ostida chet el korxonalariga qilingan hujumni bevosita boshdan kechirganlar to'limi oz. U keyin advokatlar bilan hamkorlashib, Xitoy aviatsiya sanoat guruhi cheklik shirkatining o'g'irlikqa qarshi hujumga o'tdi. 2014-yili Tang energiya guruhi Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati bilan bo'lgan talash tortishni hal qilish uchun kesim sotiga arz sundi. U bir maydon jang bo'lishni mo'ljallagan edi. Darvaqa shundoq bo'ldi. Bir yildan keyin mazkur kesim soti Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati $70 million to'lam to'lishi kerak deb hukm chiqardi. 3 yildan keyin Amerika federal rayonlik sotimi shu hukmni qo'lladi. Lekin Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati mazkur hukmga e'tiroz bildirgachga, navbatda bu delo 5-sayyora norozilik arz sotida hukm chiqarilishini kutib turibdi. Agar bu sotimi yuqorqi hukm kuchga ega bo'lsa, Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati Amerika oliy sotiga arz qilishi mumkin. Davomi bor. İngilisçidən tərcüm qılğuçı ھېكمەتيار İbrahim. Mənbə, ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 19. سانىدىن ئېلىندى.